Julianga Itachi skinini ochdim. Taxminan 110 marta aylantirganimda tushdi. Ya'ni bu degani 5450 5.5 almaz degani. 10 ta aylantirishga 100 ta, 95 ta, 99 ta, bir xillar 110 ta fragment beryapti. YouTube'ga katta video qilsam, baribir uchun ko'pchilik ko'rmayapti, manfaatli bo'lmayapti deb o'ylayman. O'shaning uchun Instagramga etib qo'yaman. Bir kunda ochish uchun sizlarga taxminan 5.5 almaz ketadi Naruto eventiga. Bolalar, donat xizmati kerak bo'lsa, bilasizlar, Shaxt donat bot orqali faqat donat qilamiz. O'zbekistonning eng arzon donat servis nafaqat Mobile Legendsga, balki PUBG hamda Telegram starlarni ham sotib olsanglar bo'ladi. 100% ishonchli bu Pro Ligani eng katta sponsori bo'ladi. Pro Ligaga podдержка qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni Mobile Legends turnirga bemalol Shaxt donat botdan foydalaninglar. Olg'a.